shu bog'cha sohasida, maktabgacha ta'lim sohasida men o'zimni kritik deb bilaman. Qanaqa? Bu yomon ma'noda emas. O'zim rahbar bo'lganim uchun juda ham ko'p bog'chalarni kuzataman va u yerda yo'l qo'yilayotgan ko'p xatolarga duch kelaman. Juda ham ko'rib, o'zim xulosa qilib, analiz qilib chiqaman. Bu narsani nima xatoliklarga yo'l qo'yishyapti. Birinchi o'rinda hujjatlar. Demak, dastur bo'yicha ishlashmayapti ko'p bog'chalarda. Shu dastur bo'yicha hech qanaqa ularda, misol uchun, pasobiyalar yo'q, mavjud emas. Hech qanaqa pasobiyalar. Demak, pasobiya degani bu tarbiyachilarga kerak bo'lgan o'sha ko'rgazmali qurollar. Ko'rgazmali qurollar. Bizda bu narsalar mavjud. Demak, bizga shunaqa tayyorlab berishganki, har oy oxirida keyingi oyga tayyor papkalarni jo'natishadi, tayyorlab. U yerda misol uchun o'yin ham bor, doskaga misol uchun elib qo'yib tushuntiradigan mavzular ham bor, matematika ham bor, nutq o'stirish ham bor. O'yinlar bor, ichida har xil tabiat bilan tanishtirish bor, atrof olam bilan tanishtirish bor, ekologiya bor, ekonomika bor. Juda ham chuqur nima deydi, bolalarga bilim beradigan hamma narsa mavjud. Lekin bu narsalardan ko'p bog'chalar foydalanishmaydi.